Shifoxonaga olib bormasdan turib bu yerda tashxis qo'yish juda katta xato bo'ladi. Anavi doktor ham shunaqa degandi. Men-ku tushunyapman, opa. Lekin nima qilishni bilmayapman. Bir minut. Qizim bilan gaplashib olay. Xo'p. Alo. Oydin? Oyi, nimaga telefoningizni ko'tarmaysiz? Uydamisiz? Yo'q, uyda emasman. Tinchlikmi, nimaga vahima qilyapsan? Tinchlik emas. Arzangiz bolamni o'g'irlab ketibdi. A? Kim? Oyi, xumorani aytyapman. U bolamni o'g'irlab ketibdi. Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas. Oyi, zudlik bilan uyga boring. Xumora telefonni ko'tarmayapti. Qachon ketgan edi o'zi? Bola bilan qochgan bo'lsa, uyga olib keladi deb o'ylaysanmi? Bilmayman qayoqqa borish mumkin. Nima qilsangiz qiling, oyijon. Menga xumorani topib bering. Qo'ng'iroq qilasizmi, qishloqni boshiga chiqib turasizmi, bilmayman. Ya Xudoyim, Oydin, nimaga bunga yo'l qo'yding, a? Men qayerdan bilay oyi qizingiz bola o'g'irlagani kelganini? Biz hozir yo'ldamiz. Ulardan tezroq borishga harakat qilamiz. Lekin ulgurmasak hammasi rasvo bo'ladi, oyi. Bolamdan ajralib qolaman. Xo'p, vahima qilma. Bo'ldi. Bir yo'lini topamiz, bo'ldi. Hozir Madina seni bolangga qaraydigan ahvolda emas. Nima? Sen kelaver, gaplashamiz, qizim. Xo'p, oyi. Nima gap? Oying nima dedilar? Hech narsadan xabarlari yo'q. Ular ham cho'chib ketdilar. Xabar bo'lganda xumorani jo'natarmidi? Xumora oyimdan so'rab kelmagan, uydan qochib kelgan. Ha, shuncha narsani bilarkansan. Nahotki taxmin qilmading bola uchun kelganini? Meni qiynamasangiz-chi, Abbos aka. Undan ko'ra tezroq hayding. Ular bormasdan turib qishloqqa yetib olaylik. Mashinada ketganini bilasanmi o'zi? Yetib olganimiz bilan taniysanmi? Ulug'bekning ukasi Ali bilan ketibdi. Nima? Sen qayerdan bilasan? Ukasi mashina raqamini aytdi. Xo'sh, Keyin Alini ko'rinishini aytdi. Sardor ularni ko'ribdimi? Ha, ko'rgan. Lekin to'xtatib qola olmagan. Abbos aka, iltimos tezroq yura qoling. Kimni uyga olib kelding? Espas xotin. Vahima qilmang. Nima, siz meni shunchalik ahmoq deb o'ylayapsizmi? Siz qovun churdingiz. Men shuni to'g'rilash bilan ovoraman. Buncha noliding? Kim u deyapman? Bu meni doktorim. Mana shu opani oldiga boraman har doim. Mana u qizni ko'rsatgan olib keldim. Xo'sh, ko'rdimi? Ha, ko'rdi. Nima dedi? Bu yer bo'lmaydi, shifoxonaga olib borib tashxis qo'yish kerak deyapti. Hozir ahvoli juda ham og'ir ekan. Juda zo'r gapiribdi-ku. Biz shuni xuddi bilmaydigandik-a? Menga qarang, maynavozchilikni bas qiling. Zilola opa bizga yordam bergani keldi. Shifoxonani ham o'zi hal qilib berar ekan. Xudo xohlasa. Opa bilan so'rashing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men zudlik bilan ketmasam bo'lmaydi. Opa, buni nima qilamiz? Buni hal qilamiz. Menda birozgina muammo chiqib qoldi. Birozdan keyin sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, opa. Xo'p. Yaxshi boring. Xo'p, mayli. Menga qara, ish qilib ishim bor deb militsiyani boshlab kelmasa bo'ldi bu yoqqa. Buncha vahima qildingiz, unaqa emas bu ayol. Onasi? Voy. Keldingizmi? Keldim. Nima gap? Nega meni vahima qilib chaqirding? O'g'lingiz ishda emasligidan xabaringiz bormi, dadasi? Xabarim bor. Boya shoshib chiqib ketgandi. Nima bo'ldi shunga? Nima bo'libdi emas. Keldida, uydan keliningizni olib, qayoqqadir shoshilib chiqib ketdi. Xo'p, shoshayotgan bo'lsa, birorta zarur ishi bordir. Bolani kimgadir tashab ketdi ham deb so'ramaysizmi, dadasi? Xo'p, bolani kimga tashlab ketdi? Senga tashlagandir-da, vahimachi. Sen esa bolani tomosha qilib yana gap topib o'tirgandirsan. Bu hech qaysimizga o'xshamaydi. Rangi sariq yoki qora deb o'tirgandirsan. Nimalar deyapsiz, dadasi?
Bolani onasi kelmasdan Xumora singlisi olib chiqib ketdi. Keyin o'g'lingiz bilan keliningiz kelib orqasidan vahima qilib ketdi. Mana shu bolaga biror bir nima qilib qo'ymaganmikan deb xavotir olyapman. Shunga meni chaqirdingmi? Dadasi, bu yerda yana bir shubhali narsalar bor. Xumora bolani olib ketishdan oldin haligi taksiga Sardorni urdirib, keyin ketibdi. Nima? Demak, siz o'sha kun tepalikda xotiningiz bilan tortishgansiz. Yo'q, nega tortishaman? Men uni to'xtatib qolmoqchi bo'ldim. Bor vujudim bilan uni asrab qolishga harakat qildim. Yalindim, ahmoqlik qilma dedim. Baribir u meni eshitmadi. O'zini jarlikka tashlab yubordi. Nega unday qildi? Balki siz unga farzandi aslida o'lik tug'ilganini aytgandirsiz. Meni hamma narsadan xabarim bor. Lekin hozir bola muammosi bilan ishim yo'q. Menga Madinaga nima bo'lgani qiziq. Hammasi tez bo'lib ketdi. Men hech narsaga tushunmay qoldim. Qani edi uni orqaga qaytara olsam? Nega darrov militsiyaga yoki tez yordamga qo'ng'iroq qilmadingiz? Yoki hech bo'lmasa xotiningizni izlamadingiz? Siz hattoki Murod aka, Qodirga ham xabar bermagansiz. Nega? Siz bu yerda so'roq qilinayotganligingiz va bo'yningizga tushayotgan ayblovlarning sababi ham xuddi shunda. Bilaman. Lekin men shoshib qoldim. Ochig'i qo'rqib ketdim. To'g'ri, men hayotda yaxshi inson emasdirman. Lekin hech qachon hech kimga zarar bergan odam emasman. Ko'z oldimda bir odamning o'lishi, buning ustiga u meni eng sevgan insonim. Aka, men o'sha kundan beri yashamayapman. Tirik murdadekman go'yoki. Ishonmaysiz, xotinim har kuni tushimga kiradi. Kecha hatto kuppa kunduzi ko'zimga ko'rindi. Hovlida ish qilib yuribdi. Tushunyapsizmi? Nimalar bo'layotganini tushunmayapman. Balki jinni bo'lib qolayotgandirman. Nima gap? Uxlab qoldimi? Ha, uxladi. Tezroq haydasangiz yaxshi bo'lardi. Bunda ortiq hayda bo'larkanmi? Xavotir olma, deyarli yetib keldik. Oyim, opam tinimsiz qo'ng'iroq qilib xabar yozishyapti. Menimcha, xabarlarini ochmay turganing ma'qul. Ha, shunday qilyapman. Hamma oyoqqa turibdi-da. Uyga borsang rosa ta'ziringni berishadi lekin. Hech narsa qilish olmaydi. Borgan sari meni hayratda qoldiryapsan. Nahotki cho'chimayotgan bo'lsang? Cho'chiyapman. Lekin men noto'g'ri ish qilmadim-ku. Haqiqat men tomonda. Agar janjal kattalashib ketsa, menga qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Xavotir olmang. Hamma menga qarshi bo'lsa ham, dadam men tomon bo'ladilar. Bu aniq. Qanday qilib? Qandayligini bilmadim, lekin shunaqa. Menimcha, siz buni qachondir ota bo'lganingizdan keyin, qiz farzandingiz bo'lsa, keyin tushunasiz. Yo'q. Men qizim bo'lishini istamasdim. Nega? Bilmadim. Qo'rqaman. G'alati odamsiz. Dadasi, Ha, nima gap? Nima yana vahima qilib kelyapsan? Xumora uyga kelmadimi? Kelgani yo'q. Ha, o'zing aytding-ku. 1-2 kun opasinikida yuradi deb. Bormay ketsin o'sha opasinikiga. Oydinni ham sho'rinda quritadi buningiz. Nima, yana biron gap bo'ldimi? Arzandangiz Oydinni bolasini o'g'irlab ketibdi. Qanaqasiga o'g'irlab ketadi? Qarab tur deb tashlab ketgan ekan. Sharti olib bolani olib qochib ketibdi. Qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti. Bu yoqda Oydin o'zini yeb yotibdi. Nega kulyapsiz? Qizim menga o'xshaganda. O'zi o'g'il bola bo'lib tug'ilish kerak edi. Dadasi, men nima darddaman-u, siz nima darddasiz? Buni kulgulik joyi yo'q. Undan ko'ra Xumorani topishga yordam bering. Bo'lmasa hammasi rasvo bo'ladi. Qizim to'ppa to'g'ri qilgan. Boring. Husniya? Ha? Nima? Miral aka, tinchlikmi?
Tinchlik, haligi sendan bir narsa so'ramoqchi edim, maylimi? Gapiravering, tinchlikmi? Haligi sen Izlol opadan pulingni olyapsanmi? Qanaqa pul? Oylikni aytyapsizmi? Yo'q, qo'ysang-chi. Oylik haqida gapirmayapman. Ha, unda nima so'rayapsiz? Husniya, o'zingni jinnilikka solma. Sen ham opani qing'ir ishlarga yordam berib yuribsan. O'shani pulni olyapsanmi deyapman. O'z vaqtida beryaptimi deyapman. Miral aka, sizni o'zi miyangiz aynib qopti. Nima? Nima hammamizni fosh qilib, sho'rimizni quritmoqchimisiz? Nimaga istagan joyingizda bu gaplarni aytaverasiz? Vahmaqman, hech kim yo'q-ku. Undan ko'ra savolimga javob ber. Bo'ldi, mavzu shu yerda yopiladi. Ha, olyapman, bo'ldimi? Buni sizga nima qizig'i bor? Shu opa meni pullarimni bermayapti-da. Qachon qarasa, Mirali, kuting, sabr qiling deydi. Maslahatim, kuting. Shunaqa deyaptimi? Bo'ldi. Aytganini qilishingiz kerak. Bu opa hech qachon aldamaydilar. Har yerda meni to'xtatib bunaqa gaplarni gapirmang. Balki sizga farqi yo'qdir. Lekin meni ikkita norasida bolam bor. Tushundingizmi? Chiqib keting. Boring dedim sizga. Xo'p. Eshikni yoping. Yaramas singlimni qayerdaligini aytdimi? Yo'q. Nimaga? Jin ursin. Men tushunmayapman buni. Kuyovingiz singlingizni qayerdaligini bilmaydi. Afsuski bu haqiqat. Bo'lishi mumkin emas. Balki keyinroq yana so'roq qilib ko'rarmiz. U bizni aldayotgandir. Yo'q, Ulug'bek aldamayapti. Rostdan ham u hech narsani bilmaydi va hech narsa qilmagan. Shunchaki qo'rqib ketgan. U sizni singlingizni jonidan ortiq ko'radi. Maslahatim, uni qo'yib yuboring. Ushlab o'tirganingizdan foyda yo'q. Singlingiz esa tirik. Men adashishim mumkin emas. Voy o'lmasam, polkovnikni qizi ekanmi? Balki adashgandirsiz dadasi? Adashganim yo'q. Ana o do'konchi G'ayratdan so'radim. U meni aldamaydi. Voy xudoyim-ey. Rost akamiga unda sho'rimiz qurib qopti. Bu safar aniq qamoqdan chiqmaydigan bo'lib kirib ketasiz-ku. Bo'ldi qile. Kelganingdan beri faqat sovuqniyat qilasan. Hali qamalib ketasiz, balo bo'lasiz, battar bo'lasiz deysan. Ayol kishi shunaqa ham sovuq bo'ladimi? Ha, nima qilay? Borini aytyapman-da. Menga ham shu gaplarni aytish oson deb o'ylayapsizmi? O'zona opa nima dedi? Yordam berar ekanmi? Ha, qo'ng'iroq qilaman degandi. Qo'ng'irog'ini kutmasdan o'zing qo'ng'iroq qil. Yordam berar. Qo'lidan keladi uni. Balki esidan chiqqandir. Mayli, lekin qanaqadir muammoyim bor degandi. Qo'ng'iroq qile. Hozir biznikidan ham muhim muammosi bor ekanmi? Voy, bosib qo'ydi. U ham menga bosh og'riq kerak emas deb qochib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Sovuq gaplaring bilan shunday jonimga tegib ketding. O'shaning uchun ko'chadan uchraganini sudrab olib kelish kerak emas uyga. Bori. Bo'ldi Zubayda, o'zingni bos. Senga asabiylashish umuman mumkin emas. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Nega ko'tarmayapsan? Anu Madinani. Nima Madinani? Nima, uni uydagilari hali ham tinch qo'yishmayaptimi? Men bir yerga borishim kerak. Qayerga? Madinani uyiga. Esing joyidami seni? Nima qilasan u yerda? Xumora kelsa bolani to'g'ri o'shalarni uyiga olib boradi. Baribir uyga olib kelmasligi aniq. Lekin kimga beradi uni? Madina yo'qolgan bo'lsa, Madinani onasiga beradi. Ulug'bekka kelib chaqaloqni bergani bilan baribir qarolmaydi. Uni onasi ham kasalvan. Ular kelmasidan o'sha yerga borib o'tirishim kerak. Men qara. Ichkariga kirib o'tirmagin. Tag'in yana janjal chiqmasin. Janjal chiqmaydi. Onasi bilan kelishib olganmiz. Ha, aytgancha dadasi. Mabodo qizingiz uyga kelib qolsa,
iltimos qilaman, menga qo'ng'iroq qiling. To'g'ri, sizlar haqsizlar. Lekin hozir adolat izlaydigan payt emas. Oydinni ahvolni o'zingiz juda ham yaxshi ko'rib turibsiz. Mayli, xavotir olma. Senga xabarini beraman. Rahmat dadasi. Chiq bu yoqqa. Menga qara. Hali hammasi tugamadi. Agar singlimni fojiasi seni qo'ling bo'lsa, baribir seni qamataman. Ishonmayotgan bo'lsangiz nega qo'yib yuboryapsiz? Hammasi singlim topilgandan keyin, ekspertiza javobidan keyin ma'lum bo'ladi. Sen hech qayerga qochib ketma, lekin qochsang ham topaman. Endi menga baribir. Istasangiz butun umrga qamab yuboring. Hayotimda ma'no qolmadi. Nima qilamiz? Uyga haydaymi? Ha, lekin biroz cho'chiyapman. Boya qo'rqmayotganding-ku. Bilmasam, endi qo'rqinchli tuyulyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Opam bilan pochcham ham yetib kelishgandir. Ha, kelib bo'lishibdi. Nima? Ana, nima qilay? To'xtaymi? Ha, to'xtaysizda bosib ketmaysiz ularni. Uf, boshlandi. Kelyapti. Mashinani chetga ol. Oydin, ehtiyot bo'l. Bolam qani? Tush. Bolam qani deyapman senga. Bolam qani? Voy, sekin. Bu yoqqa o't. Nimalar qilib yuribsan, ukam? Nima qildim? Xumora bolam qani dedim senga. Sendan so'rayapman, bolam qani? Gapir. Men bilmayman bolangizni. Nima? Qanaqasiga bilmaysan? Bilmayman, vassalom. Qizingiz Toshkentdami? Chaqalog'i yaxshimi? Ha, Toshkentda. Rahmat. Chaqalog'im yaxshi. Men esa qizim tirikmi, o'likmi bilolmayapman. O'zi hammasiga shu la'nati kuyovim aybdor. Ulug'bekmi? Ha. Nega? Qizim yo'qolib qolgan kuni Ulug'bek o'sha yerda bo'lgan ekan. Tushunmadim. Qanaqasiga? Siz yo'qotib qo'yganingizdan keyin Ulug'bekni oldiga borgan demoqchimisiz? Madina o'sha qirlikdan tushib ketganda eri yonida bo'lgan ekan. Voy. Qanaqasiga axir? Ulug'bek yonida bo'lgan bo'lsa, nega ushlab qolmagan? Ha, shu savollar meni qiynayapti-da. Yaramas Ulug'bek qizimni joniga qasd qilgan-u. Yo'q. Unga bu nimaga kerak? Nimagaligini bilmadim. Lekin kuyovim juda ham razil inson. U qizimni o'ldirishdan ham toymaydi. Endi bo'lsa qizimni murdasini ham topolmayapmiz. Bilasizmi? Men uni o'lganiga ishonmayman. Farzandohiga qanday chidayman? Qizim hali juda ham yosh-ku. Alloh uni o'rniga meni jonimni olsin. Nega qaray u bola? Bolani qayerga tashlab keldilaring? Pochcha. Ali, sendan so'rayapman, yaxshilikcha gapir. Gapir dedim. Abbos aka. Nega indamaysan? Gapir. Pochcha, bu ishga Ali akaning aloqasi yo'q. Aralashma. Menga qara singiljon. Iltimos sabrimni sinama. Bolamni qayerga qo'yding? Axir senga uni ishonib topshirgandim. Nimaga uni olib qochasan, jin ursin seni? Uni kimga berding deyapman, gapir. Uf, egasiga berib yubordim. Nima? Egasi kim?
Madina yo'q bo'lsa Ulug'bekkami? Bilmayman. Ali aka meni uyga olib borib qo'ying. To'xta. Yuring. Buni xayolingga ham keltirma. Xumora mashinaga chiq. Pochcha. Abbos aka. Senga aytyapman. Menga qara. Mashinaga chiqinglar dedim. Bu yerda gaplashganning foydasi yo'q. Ko'chada sharmanda bo'lganimiz qoladi xolos. Nega turibsanlar? Mashinaga chiqlaring. Yur. Sen bilan hali gaplashamiz. Hozir 1 minut, xo'p? Menga qara, namuncha tayyorgarlik ko'ryapsan? Ichim qizib ketdi. Kimligini ayt. Senga aytyapman. Bo'ldi, xo'p, aytaman. Xo'sh. Pochchang bilan. Voy o'lmasam. Aldamayapsanmi? Nega aldayman, jinnimisan? Sen yana turmushga chiqyapsanmi? Ochig'ini aytsam, turmushga chiqib bo'ldim. Nima? To'y qilmadinglarmi? O'zi u bu kimni xabari bormi? Nafas olib gapir. Hech kimni xabari yo'q. Biz shar'iy nikohdan o'tdik xolos. Obbo, pismig'i. O'zim ham aytdim, nega buncha tez o'zgarib qopsan deb. Nimam o'zgaribdi? Hamma narsang o'zgargan. Fe'l-atvoring, gapirishing boshqacha bo'lib qolgansan. Qandaydir ulg'ayganmi-sani? Keyin qo'lingda shuncha pullar yuribdi. Demak, boyvachchasini topgansan-da. Ha, sen ham yomonsan, yomon. Chaqaloq ko'rmasa ham mayliydi. Tug'masa ham mayliydi. Lekin o'zi yashasin edi. Zilolaxon, bilasizmi? U sizni nabirangizni rostdan o'zini farzandi deb o'ylagan. Bo'lmasa janjal qilmasdi. Bilasizmi, Madina juda ham farishtadek, qalbi pok qiz. Ha. Haligi bilasizmi, Surayyoxon, nima desam ekan? Surayyo, xullas qizingiz tirik. Ilohim shunday bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bo'lmasa chidolmayman. Yo'q, siz meni tushunmayapsiz. Madina o'lmagan. Men uni ko'rdim. Nima? Hazillashyapsizmi? Yo'q, hazillashayotganim yo'q. U qayerda? Ahvoli yaxshimi? Ahvoli biroz og'ir. Og'ir? Lekin hali yashayapti. Qo'shni qishloqda bir bemorimni uyda ekan. Bugun borib ko'rib keldim. Yo'q. Voy o'lmasam. Voy o'lmasam. Rostdanmi? O'zim aylaning. Umringizdan baraka toping. Voy o'lmasam. Voy. Dadasi. Dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Nima gap? Qizingiz tirik ekan. Eshityapsizmi? Qizingiz tirik. Xo'sh. Voy o'lmasam. O'lmasam. Ha, tinchlikmi onasi? Biror joying og'riyaptimi? Men tushundim. Xumori bolani o'g'irlab ketgan. Yana boshladingmi shunaqangi bema'ni gaplaringni? Bema'ni emas. Xumori agar bolani o'g'irlab ketsa, ha? Oydindan so'ramasmidi? U so'ramagan. Men kelganimda yuragi orqaga tortib ketdi. Vahima qilib ko'chaga chiqib oldi. Voy tavba, Abbos ham ishxonasidan uchib keldi-yu, xotinini olib vahima qilib olib ketdi. Bu bekorga emas, dadasi. Voy xotin, voy xotin. Sardor ham bularni to'xtatmoqchi bo'lganligi uchun uni ham urib qochgan. Bas qil xotin. O'chir ovozingni, o'chir, tushundingmi? Ho, yana bir mana shunaqangi ahmoqona gaplarni gapiradigan bo'lsang,
Sen bilan o'zim boshqa gaplashaman, tushundingmi? Bu mavzu yopildi bugundan boshlab, bas qil endi. Yo'q, dada. Menim choyim haqlar. Sen nimani bilasan? Gapir. Oying-ku ichidan har xil narsalarni to'qib gapiryapti. Endi sen ham kelib unga qo'shilyapsan. Dada, men akam bilan kelinoyimni gapini eshitib qoldim. Negaligini bilmadim-u, lekin akamni bolasini kimdir tortib olmoqchi bo'lganmish. Oyimni gaplaridan shuni tushundimki, balki oyim aytganlaridek bu bola bizga umuman tegishli emasdir. Ana, men sizga nima degan edim? Oy, o'lmasam. Oy. Oyi, voy. Oyi, yaxshimisiz? Sen qo'lga ol. Bor suv olib kel. Xo'p, hozir. Tezroq bo'l. Mana. O'lmasam. Mana oyi, suv ichib oling. Oling, suvdan ich. Xumora. Xumora deyapman senga. Xumora. Xumora shoshma. Nima? Oydin. Yaxshi gapirganimga haddingdan oshma, tushundingmi? Mendan nima istaysiz? Esing joyidami seni? Bolam qani deyapman senga. Savolingizga javob berdim. Egasida dedim-ku. Kim o'sha egasi? Madina yo'q bo'lsa, kimga berib kelding bolamni? Gapir, Xumora, gapir. Nima gap? Nima? Tinchlikmi? Ha? Mana farzandingiz bolamni o'g'irlab ketibdi. Endi esa qayerdaligini aytmayapti. Men gapimni aytdim. Iltimos tinch qo'yinglar. Xumora! Xumora deyapman senga. Oydin. Bo'ldi, o'zingni bos. Dadajon, iltimos o'zingiz kirib gaplashing. Nimani gaplashaman men u bilan? Bilasan-ku singlingni qanaqaligini. Baribir gapirmaydi. Yo'q, gapiradi dada. Voy, baraka topkur, egasiga berdim deyapti-ku. Dada, axir Madina yo'qolgan bo'lsa kimga beradi? Ha, baraka topkur, eriga bergandir. Yo'q, Ulug'bekni ham qamab qo'yishibdi, hozirgina eshitdim. Ishqilib, anavi surrogatga olib borib bermaganmi? Ismi nima edi? Sumbula. Ha. U shaharda. Bu yerda emas. Dada, dadajon, iltimos qilaman sizdan. Gaplashing. U sizni eshitadi. Faqat sizga yo'q deya olmaydi. Dadajon, iltimos. Men uchun bir marta kirib gaplashing, dadajon. Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, o'zingni bosib ol, xo'pmi? Bo'ldi, gaplashaman. Bo'ldi, Oydin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. O'tirib turinglar. Men hozir. Xo'p, rahmat. Xo'p. Mana bo'ldi. Sizga yoqdimi? Ha, juda ham rahmat. Arzimaydi. Zinara, Chiroylisan. Xullas opa, shunaqa gaplar. Erim o'shani ketidan qolmayapti. Hatto bolasini ham o'ylamay qo'ydi opa. Hozir bunaqalar ko'payib ketdi. Xotini bormi, yo'qmi qarab ham o'tirishmaydi. Shartta boshini aylantirib yopishib olishadi. Benomuslar. Nimasini aytasiz? Qaniydi shularga chora ko'rib bo'lsa. Ularga o'xshab shallaq emasman-da. Bo'lmasa sochini bittalab yulardim. Ularga foydasi yo'q. Balki aybni o'zingizdan qidirarsizlar? Menga gapiryapsizmi? Ha, birovga aybni to'nkash oson. Aslida muammo uyda bo'lsa-chi? Bu bilan siz nima demoqchi bo'lyapsiz o'zi? Agarda erkak uyda kerakli mehrini topa olmasa, keyin ko'chadan qidirishni boshlaydi. Ko'chada sizga o'xshab o'zini hurmatini bilmaydigan, hayosi yo'q oyimchalar to'lib yotibdi. To'g'rimi? Bu nima deganingiz? Og'zingizga qarab gapiring. Voy uzr. Gapingizga qaraganda siz ham ikkinchisi bo'lsangiz kerak deb o'ylabman. Doktor, qizimning ahvoli qanchalik og'ir? Juda ham balandlikdan tushib ketgan. Uning ustiga tosh ustiga tushgan. Kamida 4-5 ta suyagi singan. Ey Xudoyim. Ichki a'zolarga ham katta zarar yetgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chirishdan oldin unga kerakli doktorlarni olib kelib,
tekshiruvdan o'tkazish kerak. Ya'ni konsilium deyiladi. Tushunarli. Faqat iltimos, uy egalari bilan janjal qilib ketmanglar. Mayli. Cho'pon qirlikda ko'rib qolib, yordam bergan xolos. Xavotir olmang, hech narsa bo'lmaydi. Xotini 2 qat. O'shaning uchun ehtiyot bo'laylik deyapman-da. Tag'in homilaga ziyon yetkazib qo'ymaylik. Xavotir olmang. Dadamiz qo'pol ko'ringanlari bilan, lekin juda ham bosiq insonlar. Surayyoxon, sizdan bir iltimosim bor edi. Xo'p. Kichkina qizim shaharga borib, opasidan Oydindan chaqaloqni o'g'irlab ketdi. Voy, o'lmasam. Agar mabodo uni sizlarga olib kelib bersa, muammo chiqarmasdan menga darhol qaytarib beringlar, xo'pmi? Xavotir olmang. Albatta qaytarib beramiz. Axir nabira sizniki-ku. Rahmat. Rahmat sizga. Alo. Alo. Oyi, qayerdasiz? Biz uyga keldik. Qizim, men hozir Madinani onasi bilan birgaman. Agar Xumora chaqaloqni olib kelsa, men uni olib uyga boraman. Xavotir olma. Hozir gaplasha olmayman, xo'pmi? Oyi, shoshmang. Xumora allaqachon shu yerda, lekin bola yo'q. Qo'p qo'ydilar. Men o'ylab o'yimga yeta olmayapman. Bolani ularga olib bormagan bo'lsa, unda qayerda? Ulug'bek akani qamalgan deyishdi. Yoki rostdanam. Sumbula shahardaligini aniq bilasizmi? Sizdan so'rayapman. Oxirgi marta gaplashganimda shaharda edi. Ha, xohlasang hozir qo'ng'iroq qilib beraman. Yo'q. Keragi yo'q. Noto'g'ri o'ylabman. Xumora chaqaloqqa surrogat yollaganimizni bilmaydi-ku. Ish qilib dadam bilib chiqsinlar-da. Dada, bu yerda turavermang, baribir aytmayman. Nega qaysarlik qilyapsan? Sen muammoni yechmayapsan, uni battar kattalashtiryapsan-ku. Yo'q, dada. Tan oling, men haqman. Albatta, sen haqsan. Buni men tan olaman. Lekin hozir bolani qaytaradigan vaziyat emas. Birinchidan, Madina yo'qolgan. Ikkinchidan, eri ham qamoqda. Dada, tushunmayapsizmi? Bularni hammasi bolani bermayotganimiz uchun bo'lyapti. Qarang, bir oilani parokanda qilib yubordik. Seni oilangchi. Seni oilangga nima bo'lsa bo'laversinmi? Seningcha nima men mana shu narsalarni o'ylamayapmanmi? Sen ko'proq opangni o'ylagin. Undan bolani shunchaki olib bo'lmaydi. O'tgan safar ko'rding nima bo'lganini. Halokat yuz berishiga oz qoldi. Nima? Shu bolani qaytarish opangni jonidan ham aziz bo'lib qoldimi? Uzr, dada. Iltimos, meni qiynamang. Qo'limdan kelmaydi. Keyin opamlar ham avvalgidek emas, dada. Ancha yaxshi bo'lib qolganlar. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Labbi Ali aka. Umida akam uyga bormadilarmi? Yo'q, kelmadilar. Nima, ularni qo'yib yuborishdimi? Ha, qo'yib yuborishgan ekan. Mayli Umida, menga qo'ng'iroq bo'layapti. Xo'p. Alo, Ali? Alo. Ha, bo'p, nima gap? Og'ayni, qayerdasan? Men ko'chada edim. Nima gap? Og'ayni, qishloqni boshiga kel. Akangni ko'rib qoldim. Ichib olgan. Shirakayf bo'lib o'tiribdi. Kelib olib ketsang yaxshi bo'lardi. Og'ayni, akamni ushlab tur, hech qayerga qo'yib yuborma. Ularni qidirib yurgandim o'zi. Xo'p, og'ayni albatta. Faqat tezroq kelsang yaxshi bo'lardi. Ahvollari juda yomon. Kim bilandir rosa urushganlar shekilli. Yuzlariga ham rosa urushibdi. Jin ursin. Hozir boraman. Xo'p, og'ayni tezroq kel. Yaramas Qodir.
Akamni xonaga qamab uradigan bo'ldingmi? Hali senga ko'rsatib qo'yaman. Yonsang-chi endi tezroq. O, menga qara xotin. Nima bo'ldi senga? Doktor aytdi-ku dam olsin deb. Shuncha yotdim, zerikib ketdim-ku. Endi bo'lgan bo'lsa 2 soat bo'ldi. Juda iching tora seni. Dam olmaysanmi? Kim bular dadasi? Bilmasam. Kim ekan bular? Tinchlikmi kash qilib? Assalomu alaykum. Qizim qani? Qayerda u? Ichkarida. Opa. Opa, bu nima qilganingiz? Xavotir olmanglar. Bular qizni ota-onasi. Dadasi. Opa, nega ularni boshlab keldingiz? Sizlarga hech qanday gap tegmaydi. Xavotir olmanglar deyapman. Voy, dadasi. Nima bo'ldi? Voy, qornim, voy. Vahima qilmang. Voy, dadasi. Vahima qilmang, qo'rqmang. Voy. Hech narsa bo'lmaydi. Sizlarga tegishmaydi. Men ularga tushuntirdim. Nimaga tushunmaysizlar? Aniqmi, opa? Hech narsa qilmaydimi, opa? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Aniq tegishmaydimi? Tegishmaydi. Ular qizlarni olib ketgani kelishdi. Xavotir olmanglar. Ey Xudoyim. Bechora qizim. Ko'p tegin urma. Dadasi, qizingiz ahvolini qarang. Ne ko'ylarga tushibdi. O'zingni bos. Tirikligiga shukr qilsang-chi. Endi nima qilamiz? Zilolani aytishicha, uni qimirlatish mumkin emas ekan. Hey, kerak bo'lsa, shifokorlarni shu yerga ko'chirib olib kelaman. Asosiysi qizim tirik. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Voy, bu nima qilganing ahmoq bola? Men nima qildim? Nima qildim emish? Nega o'yin oldi bunaqa gaplarni gapirasan? Dada, men o'z quloqlarim bilan eshitdim. Ahmoq. Birov senga eshitmagansan deyaptimi? Voy, o'yini oldi nima kerak shunaqa gaplarni gapirish? Shunda ham shubhalanib yurgandi. Men qayerdan bilay yiqilib qolishlarini, dada? Voy, bilmasang, mana bu tilingni tiyib yur. Lekin dada, oyimni gaplarida jon bor. Nima? Meni hech narsani tushunmaydi, ha? Bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Men ham bilib turibman nimalar bo'layotganligini. Lekin vahima qilgandan foyda bormi? Sal mana bu miyangni ishlatsang bo'lmaydimi? Qara nima qilib qo'yding? Xo'sh, nimaga eshitganding o'zi? Shu kelinoyim uyga kimdir keladi. Bolani kimdir olib ketib qolishi mumkin deb o'yladi. Akam esa bolamizni hech kim tortib ola olmaydi deb kelinoyimni tinchlantirdi. Dada, agar bola akamni o'ziniki bo'lsa, uni kim olib qo'yishi mumkin? Dadamdan muncha qolib ketdilar-a? Singling gapirmayotganga o'xshayapti. Dada, gaplashdingizmi? Aytdimi? Qayerga olib boribdi bolamni? Aytmadi, qizim. Sizga ham gapirmadimi? Yo'q. Faqat bir gapni ushlab olgan. Bolani o'g'irlagansizlar deyapti. Hozir men unga ko'rsatib qo'yaman. Shoshma. O'zingni bos. Unaqa yosh bolaga o'xshamanglar. Nima qildingiz unda, dada? Singling baribir aytmaydi. Bilasan-ku uni qaysarligini. Bu yerda u bilan janjal qilgandan ko'ra borib qidiringlar. Madinani dadasini uyiga boringlar. U yerga olib bormagan, oyim o'sha yerda ekanlar. Unda Ulug'bekni uyiga boringlar. O'zi uyda bo'lmasa ham onasi uydadir. Keyin
buncha xumoriga yopishib oldilaring. Borib Alidan so'rasanglar ham bo'ladi-ku. Xo'p. Yur, Ulug'bekni uyiga boramiz. Ulug'bek aka, turing aka, ketamiz. Ukajon, tegma. Tegma ukajon, bor. Boravergin sen, menga tegma. Aka, Ali kelyapti. Kerak emas, Alisi ham, boshqasi ham. Tushundingmi? Sen ham kerak emassan. Bor, yo'qolgin, ehtiyot bor. bo'ling. Aka, tinchlikmi, nima bo'ldi? Rahmat senga og'ayni, boraver. Xo'p. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi emasman. Qalbim parcha-parcha bo'lib ketdi-ku. Kelinoyingdan ajralib qoldik-ku, uka. Aka, unday demang. Kelinoyimga nima bo'lgani hali noma'lum. Yaxshi gumonda bo'lib turaylik. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim qirlikdan uni qanday yiqilganini. Hammasi tamom. Yashashimdan ma'no qolmadi, Ali. Yo'q aka, unday emas. Men o'g'lingizni olib keldim. Olib keldingmi? Ha. Jiyanimni, sizni o'g'lingizni olib keldim, aka. Bekor qilibsan. Meni hech qanday o'g'lim yo'q. Aka, meni tinch qo'y. Ali, meni tinch qo'y. Iltimos sendan, ukajon. Bo'pti. Men ketdim. Sog' bo'l. Aka, men bir o'zim qolishni istayman. Qayerga? Dadasi, mana buni ichib oling. Dadasi, bo'ldi, siqilavermang, daraga chiqib qolar. Chiqmayapti-ku. Nima bo'lganini ham tushunmayapman. Kuyovim yiqilganini ko'ribdi. Lekin jasadini qayerdaligini bilmasmish. Dadamni shogirdlari, isquvchi itlari bilan butun qishloqni ag'dar-to'ntar qilishibdi. Madina na o'ligi, na tirigi chiqmayapti. Tushunyapsanmi shuni? Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Nima qilishni, qayerga borishni bilmayapman. Nima deyman endi dadamga? Alo, eshitaman dada. Qodir qayerdasan o'g'lim? Uydaman dada. Menga qara. Hoziroq tuman markaziga borasan-da, o'sha yerdagi eng yaxshi doktorlarni topib, tez yordam mashinasi bilan yetib kelgin. Nega? Oyimga nimadir bo'ldimi? Oying yaxshi. Xavotir olma. Menga qara. Singlingni topdim o'g'lim. Nima? Qayerda ekan? Ahvoli yaxshimikan? Tirikmi ish qilib? Ha, tirik. Xudoga shukr. Hozir men senga manzilni tashlayman. Sen zudlik bilan yetib kelgin, xo'pmi, bolam? Xo'p bo'ladi, xo'p dada. Tinchlikmi? Singlim tirik. Voy, Xudoga shukr. Qizimni bu yerga sen olib keldingmi? Ha? Iltimos aka, erim shunchaki yaxshilik qilmoqchi bo'lgandilar. Men hech narsa qilmadim, faqat bemorga yordam berdim. Bilaman. Bilaman. Rahmat senga. Meni qizimni sen qutqarib qopsan. Sendan butun umr qarzdorman. Endi mendan istagan narsangni so'ra. Xohlaganingni muhayyo qilaman. Bir og'iz aytsang bo'ldi. Esladim. Jin ursin, nega baqirasan? Dada, men esladim. Xo'p, sekinroq gapirsang-chi, nimani eslading? O'sha bolani, aniqrog'i o'sha bolani mashinasini raqamini esladim. Xumorani olib ketgan mashinani aytyapsanmi? Ha, xuddi o'shani. Men uni bir necha marta ko'rganman. Xo'sh, ertalab ishga ketayotganimda ko'chamizni boshida ko'rgandim. Kimni mashinasi ekan deb hayron bo'lib qaragandim. Keyin esa ishxonamiz yonidagi kafeda u bilan Xumorani ko'rib qolgandim. U yerdan chiqqanimda ham xuddi shu mashinani ko'rib qolgandim. O'zimcha tasodifni qara degandim.
Keyin esa xumori ketishidan oldin o'sha yigit meni urgandan keyin ikkalasi birga o'sha mashinaga o'tirib ketgandi. Mashinani orqasidagi raqamga ko'zim tushdi. Xuddi o'sha raqam. Xo'p. Nima bo'lib shunga nega endi vahima qilyapsan? Dada, tushunmayapsiz. Bularni barchasi rejalashtirilgan. Nima reja bo'ladi axir? Mashinani ko'rishingmi? Yo'q. Xumora bilan o'sha yigitni aytayapman. Bola o'g'irlashni reja qilishgan ular. Oyim haqlar, dada. Xumora o'sha yigit bilan ataylab bola o'g'irlashga kelgan. Ey xudoyim. Voy men aytgan edim-a. Aytgan edim, bu yerda nimadir bor deb. Voy. Oyi, sekin. Voy xudoyim. Qara. Oyi. Bor tez yordam chaqir. Xo'p bo'ladi. Hozir. Voy. Ya tuzukmisan? Tuzukmasman. Voy menga ishonmadingiz.